Mana hozir uzumli hosillarni kesib tashlayapmiz mana. Mana bu hosil bizga kerak emas. Buni kesib tashlaymiz. Mana va bundan ham bunisini kesib tashlaymiz. Nima o'z sababini sizlarga aytaman. Mana buni umuman olib tashlaymiz mana. Hop, mana masalan birinchi hosilni olamiz. Mana bargi tagidan yana mana bunaqa chiqib qolibdi. Bularni ham olib tashlaymiz. Masalan mana yerda ikkita hosil bor. Mana ikkita hosildan men ikkinchisini olib tashlayman. Mana ikkita hosildan men ikkinchisini olib tashlayman. Hop, ikkita hosildan ko'plab birinchisini oladi. Aslida bu qaraladi mana bunday. Ikkita hosildan agar mana ikkinchisi mana ko'rdilaring. Maydagina bu simga o'ralib qolgan ip chiqib mana. Birinchisi yaxshi turibdi. Shuning uchun mana men aytdimki ikkinchisini olib tashladim mana. Hozir buni birinchisini olib tashlasak, bu birinchisi o'zi yaxshi hosil qilgan. To'g'ri kelmaydi. Buni oradan unaqa shoxchalar ham chiqargan. Buni tozalab tashlaymiz. Mana agar ikkalasi bir xil bo'lsa, mana ikkalasi bir xil bo'lgan paytda mana birinchisini olib tashlanadi. Birinchi chiqqan hosil mana. Bu birinchi chiqqan hosilni olinish sababiga kelsak, kesib tashlaymiz. Nima uchun ko'p uzum hosillar olib tashlanadi? Mana juda oz qalin qo'yilibdi. Buni ozgina kesib tashlaydigan joyi bor ekan. Endi bu yoqda bir kishi ishlamaydi-da. Hop. Bu yoqda ishchilar bor, ishchi olinadi. Mana bir kishi svet qilmaydi. Shuning uchun ancha chala joylar bo'lishi mumkin. Bizga umuman bular keragi yo'q. Olinish sabablariga kelganimizda aslida hamma uzumdan hosil olib tashlanmaydi. Ko'pincha mana gibridli uzumlar hosil olinadi. Chunki bu gibridli uzumlar ko'p ishlov va tagiga o'g'it dorilarni talab qiladi. Ko'p ishlov berilmagandan keyin biz buni hosillarni olib tashlaymiz. Va keyin bu hosil donlari katta bo'lib yaxshi bo'ladi. Hop. Mana endi birinchisini va ikkinchisini qaysinisini olishga kelish sababiga kelsak. Hop, ikkinchisiga suv yaxshiroq bo'ladi. Mana yerdagi mineral nimalar, mineral o'g'itlar birinchisidan ko'ra ikkinchi hosilga yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni kimda qanday fikr bor, hammada har xil fikr